sun'iy intellekt bilan odamlar to'poy bo'lib qoladi. $8,000 gaplashgan narsamiz bizga 10,000, почти $11,000 aylanib ketdi. Ya'ni mana oyimlar masalan Yandexda hozir taksi chaqira olmaydi. Xuddi shunaqangi o'zim his qilib qoldim-da. Men qariman, o'zi torta olmaymanmi, o'rganib olmaymanmi deb qo'rquv bo'ldi. Hozir shunaqa assistent yaratdingiz, shu $1000 odamni o'rnini bosyapti. Bir oyning ichida hech kimsiz o'zingiz ilova yaratgansiz. 2 yildan keyin qurilishni полный robotlar bilan qursa bo'ladi. Bu Bobur Ruzimatov, Binvest Development asoschisi. Chashma Residence loyihasida 1000 dan ortiq xonadon sotgan va 2 karra yarim Ironman. Gektarlab qurilish, katta jamoa va katta pullar hammasi qo'lida. Lekin bir oy oldin u hayotida bironta ham kod yozmagan odam edi. Qanday qilib gektarlab stroyka boshqaradigan tadbirkor bir oyda assistentini, jamoasini va hatto shaxsiy murabbiyini sun'iy intellekt bilan o'zgartirdi? Va nega u endi Hammaga salom, AI Strateg podkastida ko'rib turganman, xursandman. Bu podkastda tadbirkorlar bilan AI ni qanday qilib integratsiya qilish haqida gaplashamiz, tajribalar haqida. Bu yerda faqat amaliy vositalar haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz Bobur aka, Binvest Development asoschisi, Chashma Residence 1000 dan ortiq uylarni sotganlar. Trinity loyihalari 400 ta obyektni topshirib o'tdilar. 2 marta Ironman o'tganlar. O'zi ular bilan triatlonda tanishganmiz. Bobur aka, xush kelibsiz. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Sizni qo'yishda meni hayratda qoldirayotgan bitta narsa bor. Boshidan aytaman. Siz o'zi такой tвердый biznesdan chiqib, то есть qurilish, ustalarni kontrol qilish, gektar yerlarni olib qurish, katta pullar ichida yuribsiz. O'zi komanda bor, boshqa qilingan. Lekin bilganimdek, siz hozir AI ga kirib, bir oyning ichida hech kimsiz o'zingiz ilova yaratgansiz. U ilovani asta-sekin bozorga chiqaryapsiz. O'zingizda bilganimdek assistent bor ekan, $1000 oladigan. Uni ham o'rnini bosib, полностью AI odam bo'lib ketyapsiz. Qanday bunaqa bo'lib qoldi? Ana joyda ozgina qo'shimcha qilib ketish kerak. Katta pullar, chang va muammolar ham bor. Aha. Orqasida, ya'ni qurilishda. Endi bu sun'iy intellekt kelajak yonimizda turibdi. Nimaga foydalanmasligimiz kerak? Albatta foydalanish kerak. Ya'ni kelajakka qadam deymiz, kelajak haqida o'ylaymiz. Bu esa shuni tezlashtirib va yaqinlashtirib beradigan bir vosita bo'lib ko'rindi ko'zimga. Haqiqatdan ham ichiga kirgandan keyin bu hammasi rost haqiqat bo'lib chiqdi. Boshida o'zim ham to'g'risi ishonmagandim. Lekin o'sha ichiga kirgandan keyin qarasam, bu haqiqatdan ishlaydigan instrument ekan. Va buni hamma yoqga tatbiq qilishni sekin mana 1 oylik kursni tugatib, o'rganib, tatbiq qilib, natijasini olishni boshladim. Super. Sразу bitta savoldan boshlamoqchiman. Mana hamma biladi, Bobur aka quruvchi, katta obyektlari bor, katta summa upravlять qiladigan, katta jamoani kontrol qiladigan. Endi hozirgi kunga kelsak, Bobur aka u kim? Bobur aka hozirgi momentda qurilishda yurib va Picassoga o'xshab o'zini mahsulotlarini ishlab chiqaradigan bir ijodkorga aylanayotgan, IT ishlikmi, vibe codingda bir mahsulotlarni chiqaradigan bir mutaxassisga aylanish jarayonida o'sha transformatsiya etapida turibsiz. Seriya bo'lib kelib, bu yerga уже sekin ranglar qo'shilishni boshlayapti. Bu yerga endi shu bu sun'iy intellektda xohlagan narsangizni, ideyangiz bo'lsa, oldin nima qilardim? Bitta ideyam kelsa, uni birinchi navbatda bo'lashaman va u haqida ma'lumot yig'ishni boshlayman. Keyin shu ishlarni qila oladigan odam qidirishni boshlayman. Hozir esa endi shu ideya keladi, sразу u jamoa va u odam tayyor. O'sha sun'iy intellekt meni yordamchim tayyor. U bilan bo'lashaman va yasab ko'raman. Ya'ni yasab ko'rib, bu mukammallikka qanchalik kerak, ya'ni mukammallikka qanchalik olib kelaman va qanchalik kerak bu mahsulot degandek qilib, buni уже tajribadan o'tkazib ko'raman. Ya'ni oldin shu ishni qilish uchun birinchidan vaqt, pul va jamoani topishga ketardi kuch. Hozir endi u narsa shart emas, o'zingiz o'tirib qilaverasiz shu ishlarni. Xo'sh, qisqacha xulosa qiladigan bo'lsam, oldin Bobur aka, mana kursimiz 2 oy bo'lgandi. 2 oy oldin Bobur aka qurilishda yurgan, baribir katta qurilishlarda muammolar tugamaydi, har doim
sistematizatsiya qilish kerak, optimizatsiya qilish kerak. Shu muammolarga duch kelgandan keyin как бы hozir Bobur aka yangi rolda yaratildi. Vibe coder, AI startuper. То есть o'z biznesingizni o'zingiz olib hozir tizimlashtirib olasiz. Shuni boshladim tizimlashtirishni. Ya'ni men o'zimni biznesimni ichidan ya'ni his qilishni va ichidagi qaysi joylarda uzilib yotgan tomirlari bo'lsa, shularni topib, yasab, ulab va shuni shu joydan o'sha potokni, qonnimi, impulsni o'tkazishni boshladim. Super. Keling biz shu haqida gaplashamiz. То есть men bilaman, ko'pchilik ushbu tajribadan o'tadi va boshida vahima hech nimani bilmaydi, keyin nimadan boshlashni bilmaydi. Siz ham oldimga birinchi marta kelganingizda, Yusufbay nimadan boshlash kerak, qanaqa etaplar, menga o'zim o'rganishim kerakmi, kimdir kerakmi deb aytgandingiz-da. Davaychi unda shu muammolardan boshlaymiz. Nima muammolar sizni AI o'rganishga olib keldi? O'zi umuman AI ni o'rganishda menda nima yo'q edi, bir nima desamki, o'rganishim kerak degan narsa yo'q edi. Menda muammo og'riq bor edi qurilish sohasida. Ya'ni birinchisi nima desangiz, o'sha pastajliklar bilan ishlaganida bo'ladigan xatolar. Vaqtida yetib kelmasligi, ishni sifatini yaxshi bajarmasligi va ish chala qolib ketishi, o'rniga keyin boshqani top, qidir va unga yana pul sarfla. Misol bir narsani 1 so'mga gaplashasiz, u chala bo'lib qoladi, keyin vaholanki oxirida 3 so'mga aylanadi. Men uchun shu muammoni hal qiladigan bir startup, bir application, bir ideya keldi. Shu narsani qilaman degan fikr bor edi. Endi sun'iy intellekt haqida eshitib ko'ribman. Vibe coding degan narsani eshitganman, qidirdim, lekin tushunmadim boshda. Ya'ni vibe coding o'sha kod yozilishi bilan vibe bilan kodlar yoziladi va shu programma kerak bo'lgan senga soft applicationmi, saytmi ishlab chiqarsa bo'lar ekan. Shu muammo bilan senga murojaat qildim. Da. Oldin kelganda aytdi, Yusufbay gaplayman, sizda farqi yo'q, sen o'ring, yoshimiz baribir. O'zi birinchi marta Boburga kelganda aytdi, Yusufbay, короче, ideya bor, zo'r g'oya, shuni olib qilish kerak. 50 ming bo'ladimi, oshiqroq bo'ladimi, tikishga tayyorman, lekin startup qilmoqchi bo'lgan odam nimalardan o'tish kerak degan narsa bilan kelgansiz. AI olib yorilib turganda. Shunaqa. AI ni faqat shu AI ni bilgan odam vibe coding bilan bir narsa yaratishi mumkin degan bir foizlik tushuncha bor edi. U qanchalik rost, nima qilish kerak umuman bilmasdim. Shuning uchun AI ni men orqa planga surib qo'yib, menga o'sha nimani yaratadigan odamlar kerak deb keldim. O'zi yana previous story, Bobur aka bilan ko'rishimiz, har oy yozishamiz. Ko'rishamizda, ko'rishmoqchi bo'lganda ular yoki qayerdir uchib ketadi, yoki Xorazmda bo'ladi, yoki meni vaqtim to'g'ri kelmay qoladi. Yarim yil mana shunaqa qilib yurdik. O'zi bular bilan triatlonda tanishganmiz. Triatlonda yaqin bo'lib, yosh razницасiga qaramasdan, yarim yil shunaqa ko'rishamiz deb, keyin уже qiziqtirgandan keyin, ko'rishdik. Unda ham eng qiziq narsa. Bobur aka kelyapti, men o'ylagandim, endi hozir 1 soat ajratadi, boshqa qiladi deb. Umidga keldi. Yusufbay, mana bunaqa muammo, nima qilish kerak dedi. Men etap aytib berdim, yetdim. Bobur aka, siz uchun o'rganing, o'shandan keyin ochilib ketadi. Lekin o'sha paytda ham o'zimda aytdi, Bobur aka, o'zi men uchun tushunsangiz uchun Bobur aka takoy komanda bor, hamma ish qilinyapti. Bular anaqa muhim vazifalar bor tepada, lekin chuqur operatsiyonga kirmaydigan odam. Qanday bular o'zi o'tirib bu narsani o'rganar ekan degan savol bo'ldi ichimda. O'zi qarang, sizda mana shu narsani o'rganishdan oldin qandaydir anaqa bo'ldimi, tipa o'zi menga kerakmi? O'zi nega qiziqib o'zingiz o'qishni boshladingiz? O'sha ChatGPT hamma xatorini men ham ishlatib yurdim. Xuddi Google poiskga o'xshab yozib, bir narsalar qilib, keyin o'sha ideya kelgan paytda ChatGPTda logodan yasab, bir interfeys yasab, o'zimcha bir narsalar qilib yurdim. Lekin o'zi operatsiyonda yurish yoqmaydi, lekin yaratish yoqadi. Yaratish bosqichida o'zi qanaqa bo'ladi ekan bu ko'rinishi, ya'ni vizual miyamdagi narsani kartinkada JPEG formatda bo'lsa ham ko'rinishni xohladim. Hali u programma hozir men knopka bosib ishlaydigan holatga olib kelib qo'ydim. Lekin menda boshida shunaqa narsa bor edi, u knopka bosganda ishlaydigan narsa umuman men uchun alp tog'lar edi, chiqish mumkin emas deb o'ylardim. Ya'ni chiqa olmayman deb, qila olmayman deb o'ylardim. O'sha og'riq tufayli birinchi navbatda shu og'riq tufayli mayli men shu ichiga kiraman, o'rganaman va shu narsani yaratib ko'raman o'zim degan bir turtkimi, bir kuchmi bo'ldi menda va o'shani o'qishni boshladim.
o'sha AI strategda o'qishni boshladim. O'sha birinchi kunning o'zida bizning qo'limizga Garri Potterning tarixchasini berib qo'ydik. Va nimalarni aytishni sekin o'rgatishni boshladim, ya'ni kodlar, promptlar. Qanaqa terladim? Волшебный frazalarni. Ha, волшебный frazalarni, prompt engineeringmi, o'sha narsalarni va qilgan ishlarni ko'rsatdik. Men qilib yurgan ChatGPT ishim вообще Google Poist bo'lib qoldi oldinda. O'zi shunaqa foydalanib va shunaqa bo'lib qoldi. Birinchi darsni kuni. Endi boshlanganda zo'r bo'ldi, keyin bu yoq qop qorangi temli les olib ketdi men uchun. Qarang, boshladingiz, qo'lingizdan o'xshadi. Baribir anaqa qo'rquv bo'ldi, tipo, men qo'limdan keladimi, kelmaydimi? Bitta narsa aytdingiz menga, men bu yerda eng qarisiman. Tushunishingiz uchun bilan yosh, lekin yosh o'tiribdi, kompyuterda bir nimalarni bosish kerak, kompyuterda o'tirib ishlamagan odam. Endi juda ham anaqa ko'p o'tirmaydi demoqchiman-da. Aytyapti, tipo, men qariman, o'zi torta olamanmi, o'rgana olamanmi deb qo'rquv bo'ldi. Qanaqa shu narsalardan o'tdingiz? Va bitta so'rab chiqdi men yoshlardan. Necha yoshsiz va siz tushunib turibsizmi mana shu narsalarni debdi. Men vaqti tushunmadim. Birinchi dars wow bo'ldi, ya'ni kirish prezentatsiyalarni bilmayman. Endi keyin bu yog'i temli les, ya'ni qop qorong'ilik va buni qila olamanmi? Kerakmi bu narsa? O'zi kerakmi bu narsa? Qanaqa qilib o'zi kirdim, orqaga qarayman, orqa ham qop qorong'i, oldiga qarayman, u yoq ham qop qorong'i. Keyin shu atrofdagilardan so'rashni boshladim. Sizlar necha yoshsizlar o'zi? Balki men qolib ketdim, men tushunmayman bu narsani. Qo'rquv bo'ldi haqiqatdan, что o'zi to'g'ri keyin mamlakat narsa paydo bo'ldi. Ya'ni yosh bola ham buzib ko'radi-yu. O'sha narsa bilan olib tashladim bu nimani. Og'riqni. Va sen tavsiyalaring bilan. Shu narsa bilan olib tashladimki, men boshida qo'rqqanim nima bo'ldi? Hozir xato ketib qolsam, o'rmonning ichida-da, bu jarga tushib ketsam, qanaqa to'g'rilayman degan qo'rquv bo'ldi. Ya'ni o'zi to'g'ri ishlash uchun to'g'ri narsa bilan yuraymi deganda, o'zi xato bilan xato qilib, opit olib, opit bilan xato qilmaydigan bo'lasiz. O'sha narsalar esdan chiqib ketdi menda-da, o'zi biznesdagi bor narsalar esdan chiqib, bu yoqda xuddi bir yosh bolaga o'xshab qila olmayman, qo'rqib, qo'limdan kelmaydi degan fikrga kelib qoldim. Men qo'limdan kelmaydi bu ish. Va yoshim o'tib ketdi o'xshaydi bu narsaga. Ya'ni meni oyimlamasa Yandex hozir taksi chaqira olmaydi. Xuddi shunaqangi o'zim his qilib qoldim-da. Va yo'qotib qo'ydingiz. Va bo'ldi. Qila olmayman bu narsani. Xohishim qochib ketdi o'zimdan. Va keyin o'sha sen bilan borib yana alohida yoningga borib, muammolarimni aytib, qo'rquvlarimni aytgandan keyin sen sekin o'tiring, shoshmasdan. Mana nima xohlayapsiz deb savol berdik. Men shu narsani xohlayapman dedim. Dashboard, men avtomatizatsiya ishimdagi hamma ma'lumotlarni bilishimga. Bo'ldi, yozing shuni dedik. Keyin yozaveraymi? Ha, yozing dedik. Keyin sekin yozishni boshladim, qo'rqib. Xato yozishdan qo'rqqandim-da boshida. Keyin yozdim, keyin javob berishni boshladim. Sразу anaqa tushunishingiz uchun o'sha payti Bobur akada yonayotgan narsa, endi obyektlar ko'p, ishchi ko'p, hammani kontrol qilish kerak. Bular nima qilyotdi? Bitta dashbord, hamma jarayonlar ko'rsatiladi. Finans, moliya, sotuv, как бы bir joyda hammasini ko'rib turing dedi-da. Pult управления. Pult управления, да, этот kosmik sistema oldida turadigan. Shu payti oldingiz, o'zingiz yozdingiz, 5 daqiqada oldingizda, ya'ni yosh bolani qo'lidan ushlab sekin olib boradi. Xuddi shunaqa qilib endi Yusuf meni shunaqa olib bordi va yozdim. Yozganimdan keyin savollar paydo bo'lib, javoblar ham paydo bo'lishni boshladi va shu joyda menda yo'q bo'lib ketdi u qo'rquv. Ha, bu qiyin emas ekan. To есть mana qildim yana. Bunga ichingdagi xohishingni berishing kerak ekan. Tamom, men qo'rqqandim. Noto'g'ri, meni to'poy deb o'ylamasin bu va nima deb ko'pchilikda bo'ladigan narsa. Nima deb savol beraman bunga? Va to'g'ri qilyapmanmi? Agar bir narsani noto'g'ri qilib ko'rsam, qanaqa to'g'rilayman? Оказывается, u o'zini o'ziga ishlatasiz ekan. Hozir shunaqa bo'lib ketdi mana. Buni yarat, bu bilan buni yarat, endi hammasini qo'shganda faqat o'ziga zadaya beramiz. Qarang, o'sha payti shunda dashboard qildingiz. Keyin o'zi asosiy muammo bo'lib qoldi bitta narsa. Tam ko'p Excel'laringiz bor, hammasini shu haqida aytib bering. To что komanda har xil Excel'da ishlaydi, boshqa qiladi. To есть shu jarayonda ham bir 2 haftami o'tdingiz-da. O'zi qanaqa muammo bor edi shu biznes protsessda? Ozgina biznes haqida gaplashaylik. Bilan qanaqa buni hal qildingiz?
mana bunaqa bo'lardi. Misol Excelda menga misol ma'lumot ber desam, endi birinchidan Excelni bilmayman. Men to'g'risi ishlata olmayman. Umuman harakat ham qilmaganman Excelni o'rganishga. Wordda poydemenib inspector referat yozib boshqa qilib yurganmiz. Excelda bir ma'lumot so'rasam, menga Excelda berishardi. Uni men o'zim ochib, o'qib, uni chiqishim to'g'risi birinchidan xohlamas edim. Xohlasam ham ko'p vaqtim ketardi. Uni vaqtim ketmasligi uchun o'zini chaqirtirardim. Ket, o'tir, och notebookni tushuntirib ber debdi. Hozir endi faqat menga shu Excelni tashlab bersa, o'sha tashlashim shart emas. Ularni o'sha oblakada turgan narsaga men sun'iy intellektni ulab qo'yganman. Shu yerda men bugun nima bo'ldi, kecha nima bo'ldi, nima bu yerda hozir masalan kecha mana bunaqa qilayotgan narsa birdan skachok bo'lsa, qaysi sifrani o'zgartirdi, misol uchun. Men oldin ularni bilmas edim. Hozir esa sun'iy intellektda nima o'zgarganligini ham aytib beradi. Maslahat ham bera oladi. Bu искусственный o'zgardimi yoki haqiqatdan shunga savdo bo'ldimi? Ya'ni bog'lab ham beradi. Misol meni aldash uchun endi ko'z boyamachilik qilib bir narsani o'zgartirib qo'ysa, sразу uni analiz qilib, analitikasi bilan tekshirib, что bu bitta podozrение bor. Искусственный qilingan bu narsa degandek ma'lumotlar ham berishni boshladi. Oldin men shu narsani bilmasdim, misol uchun. Raqamni o'zgartirib qo'ysa, bo'ldi, shunaqa o'xshaydi deb qo'yadi. Uni tekshirib, matematika tekshirib chiqish kerak. Men uni birinchidan xohlamas edim, ikkinchidan tushunmas edim. Shu ishni qilishni Excelda. Bu esa hozir endi hammasini ulashni boshlayapman. Shu ma'lumotni kechagi va bugungi kelajakdagi bo'ladigan narsalarni analiz qilib, gaplashib, qaysi regrovkani necha gradusga qo'yish kerak degan narsalar o'zi paydo bo'lishni boshladi. Tushundim. Qarang, o'zi sizda tushungandek bir 5 tami 6 ta top menejer bor. Top menejerlar o'zi ishini qiladi, sizga отчет beradi, baribir qandaydir xotirjamlik yo'q edi, chunki hamma prosesni kirib kontrol endi sistemalar bor, boshqa bor, no anaqa xotirjamlik yo'q edi baribir. Chunki doimiy men uni kuzata olmasdim. Unga vaqt ham kerak, sizga to'g'ri keladigan sistema ham yo'qdi. Va men uni bilishim kerak edi. Xohlagan paytda mavzuga qo'shilib ketish uchun. То есть har bir sohada juda ham chuqur ekspert bo'lishingiz kerak. Shuni xohlamaysiz, chunki sizning ishingiz ключевой показательlarni kontrol qilish. O'sha payti esimda siz bilan nima qildik? Dashbord yaratdik. Qo'lingizda hamma ma'lumot bor. Bir soat pound qildik. Mana shu ko'rasizlar-chi dashbordni. Sizga SEO assistent o'zingiz qildingiz. So'radingiz, Yusufbay shunaqa narsa qilsa bo'ladimi? To что har kuni menga risk zonani aytib turadi. Nima og'riyapti, yonyapti. Shu narsani qilgandan keyin qanday ishingizda anaqa o'zgarish bo'ldi? Endi hamma ishni o'zim qila olaman deb ayta olmayman, lekin shunaqa tushuncha paydo bo'ldi-ku, qiyin emas ekan. Bo'ldi, men shu bilanman ekspert bo'lishim shart emas. Shu sohada men 10 yil vaqtimni o'tkazish shart emas. Mayli, shu sohadagi ishchi, shu sohadagi xodim, shu sohadagi shu ishni qilgan odamni bittada tushunib ketadigan bo'ldim endi. Uni yonida men 1 kunlab o'tirishim kerak yoki 2 kunlab o'tirishim kerak tushunishimiz uchun bir-birimizni. Chotki kontrol qila oladigan bo'lish. Shunaqa. Endi aniq savollarni bera oladigan bo'ldim-da. Uni ham asabini buzmasdan, o'zimni ham asabini buzmasdan, nimaga bu bunaqa, seniki bunaqa deyman bo'ldi. Ozgina tarjima qilib beraman. Bular o'zlariga SEO assistent yaratdi. SEO assistent har bir отделga kirib, har kuni risk zonalarni nima ishlayapti, nima ishlamayapti, nega foiz o'zgarganigacha bularga aytib turadi. Bular esa o'sha sotuvchi aldayaptimi, ro'p aldayaptimi, har kuni biladi, ularga trебовать qila olasiz. Hozir hammasi tajriba qilib turibman-da, hammasini tajriba qilib, hamma soha nimaga bo'limlarga kirib, kusok olib, bunga tashab, ishlatib, что haqiqatan shunaqami, bunaqa emasmi? Ya'ni bulardagi og'riqni ham so'rayapman. O'sha bo'limdagi boshlig'idan, masalan, top menejerdan so'rayapman. Nima og'riqing bor? Nima muammoni hal qilsa bo'lardi? Senga nima kerak edi? Shunga o'xshab PTO bo'limimizda obyektda prorab har kun qog'ozga yozadi, rasmga tushadi, PTOga tashlaydi, PTO oladi, Excelga kirgizadi. Endi shu narsani rutinasini nima qilib hal qilsak bo'ladi degan savol qo'ydim. Yaxshi bo'lardi, mana shu telefonda yozsa, sразу bizaga Excelga kelib o'tirsa. Ishchilar shunaqa deyapti. PTOni boshliqlari mana shu gaplashamiz. Keyin men unga uni xohishidan kelib chiqib nima yasab berdim? Saytga o'xshagan narsa yasab berdim. U yerga o'sha brigadalar kiradi, kontrol panel, ob'yomi kiradi, bugun nechta ish qildi, nima qildi, shuni yozadi, u borib Excelga o'tiradi.
keyin men xohlasam uni Exceldan tortib olaman, что men bu obyektni necha foiz nima ishi bo'ldi. Xohlasam vizualniy ko'rinishda, xohlasam dashbord ko'rinishida. Oldin shu narsani ustiga chiqishimiz kerak edi. Yoki kimdir boradi, bir kun sarflaydi unga, bir kun sarflab kelib aytadi, "Menimcha kvadrat metr suv urildi, menimcha kvadrat metr bu urildi." Yoki hammasi qog'ozda qog'ozda yoki Excelda ko'rinishida olib kelardi, misol boshqalarda. Endi bunda misol obyomdan kelib chiqib, necha kunda bitiradi, deadline ham qo'yilgan va necha bugun ishchi soni qancha, hammasini prosta prorab telefondan kirgizadi. Telegramdan yoki o'sha saytning o'zidan kirgizadi. Hozircha sayt qilib yasab berdim. Juda qulay bo'ldi. Endi shuni hozir Excelga ulayapmiz. Excelga borib o'tirib ketaveradi Excel o'ziga. Постоянно sizda database bo'ladi bazadan. Yana bitta case nima bo'ldi? CRM sistemamizda prosta cloudni brauzer holatida ulab, mana shu yerda mashinasida bormi degan narsani yozdim. Keyin 6 ta shartnomani chiqarib berdi. Keyin men shu yerda 6 ta nimani shartnomani nimasini tashladim отдел продажиga. Bu nima bu? Keyin проверка. Keyin ular menga isbotlab berishdi, что ular CRM sistemasi o'rnatayotgan paytida tekshirish uchun 6 ta shartnoma yozib kirgizib ko'rishgan, telefon qilib, knetni olib kelib, shablon sifatida tekshirib qilishgan va shundan keyin dokazat qilib berishdi. O'sha u 1,5 yil oldingi bo'lgan voqea ekan. Siz shuni tekshirib, ularga endi tushuntirib ham qo'ydingiz. Что kerak bo'lsa mayda joylaringizgacha men kontrol qila olaman debdi. Endi jamlan naqd aytmadiku, lekin qilsa bo'lar ekan. Ya'ni masalan kimdir shartnoma yozib yubordi. U yomon-da, misol. O'tda qancha shartnoma edi примерно? Masalan 6 ta shartnoma chiqdi. Объем общий qanchadan? 400 ta xonadonli proyektimizdan 6 ta shartnoma mana shu yerga yozilgan. Kimgadir 6 ta shartnoma berilgan. Bitta odam qiladigan bo'lsa, unga kamida 2 hafta ketardi demoqchiman-da. Masalan, uni 1,5 yillik narsani tekshirib chiqish kerak, boshqa o'zi 6 ta sertifikat qilish kerak. Xuddi shunaqa narsa. Men prosta chiqdi shunaqangi pustoy. Ya'ni sun'iy intellekt diagnoz qilib berdiki, ula olmayapti-da. Bu shartnoma oxirigacha bormagan, nimaga degan savol. Kimga berilgan bu shartnoma? Siz sразу то есть hozir kerak bo'lsa, ro'pan bo'la olasiz. 1 soat 2 soat ichida chuqurlashib, muammoni topib, ularga tushuntira olasizda. Endi u narsaga qayerdan kirmayman. Va maqsadim o'zim birinchi o'rganib tushunib olib va buni qanchalik zo'rligini his qilgandan keyin jamoamga ham parallelni shu narsani tatbiq qilish. Va ular ham vaqti tejasin, asabi tejasin, va shunaqa qilib yurmasin. Ertaga muammo chiqib qolsa, nimaga u muammo chiqdi deb 2 kunlab, 3 kunlab asab bo'lmaydi. Siz bittada hamma narsani hal qiladi yoki topadi. Izlash. Super. Shunaqa. Qarang, mana shu hozir bitta joyga to'xtalib o'taylik. Mana aytdingiz-ku, pitochiga qilib berdim. Mana qilib berdingiz. Mana u men endi xabarim bor, o'sha первый самостоятельный o'zingiz qildingiz. Nima ichingizdan o'tdi? Tipo biznes protsessini oldingiz, avtomatizatsiya qildingiz. 1 soatmi, 2 soat vaqtingiz ketgandir. Uni yuritib yubordingiz-da. Men просто nimaga aytyapman bu narsani? Oldin mana shu protsessni eskicha oladigan bo'lsak, qandaydir texniklarni olib kelishingiz kerak, texnik odam ishini o'rganish kerak, keyin sizni g'oyangiz bilan uni g'oyasi bir joyga kelishi kerak. Kamida bir 2 hafta, 3 hafta ketardik. Mayda narsani sistematizatsiya qilish uchun. Bu yerda sizda tushunganimda maksimum 2-3 kun ichida bo'lib ketdi. Bir kun, 1 soat ichida bo'ldi bu narsa. Telegramda o'sha gruppamizda, proyekt bo'yicha gruppada prorab shu rasmni tashlagandan keyin to'xtadim, mana shu narsani qilib ko'ray dedim. Sun'iy intellekt как раз o'qiyapman, o'rganyapman. Test sifatida. Test sifatida qildim, pitoyga ko'rsatdim. Mana shu qilsa qulaymi dedim. Zo'r ekan bu narsa dedi. Keyin u qo'shimcha o'zini narsalarni berishni boshladi menga. Ya'ni unda baribir opit 10-15 yillik opiti bor. Uni miyasidagi narsani men bunga tiqsak, u vashcha zo'r bo'lib ishlaydi. Super, super. Ya'ni уже mana quloqing qayerda desa mana ko'rsatmasdan, uni ko'rsatib qo'yamiz bo'ldi. Super. Osonlashtirdi. Nimaga aytyapman bu gapni? Mana oldin aytganimdek, mana shunaqa protsess bo'lardi. Hozir siz chuqur protsessni ishchingiz bilgani uchun o'zingizga kerak narsani chuqur darajada tez yarata olasiz demoqchiman-da. Qandaydir texnik, ITchini olib kelsangiz, u chuqur kirguncha ko'p vaqt ham ketadi, pul ham ketadi, norozi bo'lasiz, toki zo'r instrument bo'lganligidan-da. Qachon ishlaydi bu degan savol beraverasiz. Deb yotaveradi o'sha ochkada. Qachon ishlaydi bu? Hozir mana buni qilyapmiz, buni qilyapmiz, uni qilyapmiz deb
Endi IT ishchilar bilan ishlab ko'rganman. Rosa ko'p vaqtni oladi. Bu yerda Bobur aka asoschisi, bitiruvchi, ikkalasi kod bilmagan holatda. Umuman kod bilmaymiz, xohish bor bo'lgan. Ya'ni og'riq bor va xohish bor shuni to'g'irlash. Uni ya'ni yaxshi qilib beradigan o'sha spetsialist, putoshnik. Super. Qandaydir yana interesli keyslar bo'ldimi? Mana cloud bilan aytdingiz. Hozir mana o'zimga assistent yaratib qo'yganman. Assistentim bo'lardi. Menga bilet olish, misol uchun qidirib topish, bir narsa zadaniya bersam, strecha belgilash, keyin eslatib turish, misol uchun shu ishlarni qiladigan assistentim bo'lardi. Pravda, что men uni bir 2 oy bo'ldi уже bo'shatganimga haqiqatdan va menda bir kichkina stress paydo bo'ldi. Chunki men уже bemalolashgandim, topshirib qo'ygandim unga. То есть assistent unga eshitganda $1000 to'lardingiz. Shunaqa. Biznes assistent bo'lib mayda ishlaringizni qilib berardi. Shunaqa. Hozir shunaqa assistent yaratdingiz, shu $1000 odamni o'rnidan bosib o'tdi. Hozir u o'zi напоминаниеga qo'yadi, kalendarga yozadi, решение beradi. Misol uchun keyin narx-navomi, boshqasimi, masalan, hozir Barselonada 4-oktyabrda Ironmanimiz bor. Men nima qildim? Garmin uladim. Trenirovочный stanokni uladim. Keyin Trimpeaks Shohruxaga trenerimizni uladim. Keyin trenerimiz deyotgan joyini shu telegramini ham berib qo'ydi. O'sha aytgan narsadan olib telegramini berdim Shohruh akani va parallelni Trimpeaks degan programma ichida Shohruh akani akkaunti bilan biz akkauntimiz birlashgan. vazifa berib turadi. Vazifa berib turadi. Uni ham berdim va o'zi kim zadaniya berib turganligini ham aniqlashtirish Shohruh akani prosta Telegram screenshot qildim, uni berdim. Ya'ni hamma narsa ishni qilib berdi. Bunga o'xshab любой bir zadaniyani bersangiz bo'ldi, yozib ketaveradi. AI trener, boshqa aytgandingiz xorim bor, o'sha gaplashadigan qilib qo'ydingiz. Siz tushunib, har kuni ertalab turganingizda yaxshi gaplar bilan kutib olib, o'zi qarang, har kuni turganingiz bilan qanaqa nastroy qilib qo'yibsiz? Nima gaplarni aytib, nimalarni beradi ertalab sizga? Endi bunaqangi nima qilib tashlamaganman, romantika qilib tashlamaganman. Ertalab birinchi navbatda sun'iy intellekt bo'yicha yangiliklar, top yangiliklar. Nima bo'ldi, nima qo'ydi? Bu bir agent, o'zi отдельный qiladigan bo'lsangiz, bir отдельный agent bo'lish kerak edi. Bitta agentning ichida. Keyin har kun ertalab va har biri tugagandan keyin, masalan, men yozib qo'yaman unga, голосовой aytib qo'yaman. Bo'ldi, men sessiyadan chiqdim, mana bunaqa bo'ldi, rezultat kerak bo'lsa rezultatini yozaman, xohlasam aytaman. Xohlasam aytmayman va u keyingi strechaga masalan, men shunaqa tajriba qilib ko'rdim. Mana bu yerda o'zing bilan. Shu aytib bering. Sen haqingda prosta Telegramga screenshot qildim deb tashladim. Mana shu Yusufboy dedim. Bu bilan juma kuni podkastimiz bor. Yozib qo'ydim. Keyin bu haftaning boshida, sen bilan kelishganimizda haftaning boshida unga berib qo'ydim zadani. Keyin haftaning o'rtalarida ishimdagi hamma kompleksni avtomatlashtirish bo'yicha bir ideya keldi, aytdim. Mana shunaqa narsani boshlaymiz sen bilan dedim. U как раз dedi, hozir sen bilan boshlaymiz dedi. Juma kuni Yusufboy bilan podkasting bor dedi. Sen haqingda уже yana Telegramga yozib qo'ysak-ku, eslatib qo'ydi. Profilingda. Что искусственный интеллект bo'yicha ekspert. Как раз dedi, men savollarni so'rab ol. Vaqtni behuda ketkazmadi. Agar men unga misol bilan uchrashuvdan chiqib, Yusufboy bilan gaplashdim, mana shunaqa bo'ldi, men bu joyda men buni qilib aytdi desam, уже ketdi u menga endi men bilan so'rab ko'r yoki men buni qilamiz. Yoki bir vstrechadan xulosamni aytsam, keyingi vstrechaga bir boshqacharoq qilib, ana kitob o'qishim shart emas-da, уже mazmunini aytsam, uchrashuvni u eslatib turadi. Eslatib turishdan tashqari maslahat beradi. Uchrashuvda endi men buni gapirib ko'rchi, buni qilib ko'rchi, buni so'rab ko'rchi degandek qilib, ya'ni переговор uchun maslahatlarni berishni boshlashni bilib turibman. Agar men unga aytsam, hozir masalan bugungi uchrashuvimizda ham menga aytib qo'ydi, zadaniya berib qo'ydi. Yusufboydan bir ikkita narsalarni so'rab olgan deb. Hozir shuni so'rasam va menga aytsam, mana shunaqa narsa so'radim desa, "Davay, bo'ldi. Va bunaqa yo'li bor ekan, bo'lmasa bu yo'l bilan ketamiz" deb, уже u направить ketaveradi men. Ya'ni birinchisi ertalabdan nimani beradi? Ma'lumot, novostlarni.
beradi. Kalendar etdingiz. Kalendar beradi. Zadashnik где-то. Keyin tug'ilgan kunlarni, napominanlarni hammasini aytib qo'ysam, dolgosuril pamyatga kiritib qo'yadi. Misol bugun onam tug'ilgan kun edi, unga aytib qo'ydim, 5-soat onam. Ya'ni o'zimga ham interesdan, oldimdagi bo'ladigan ishlarni unga yozib turibman, qanaqa reaksiya beradi. Bugun masalan уже necha yosh, nima podarka olamiz, nima tavsiya qiling senga, nimalarni xohlaydi, nimalarni yaxshi ko'radi. Ya'ni shundan kelib chiqib, masalan, men unga yana dальше informatsiya bersam, u menga yanada osonlashtirib beradi. Xuddi shunday bir ideya kelyapti, miyaga ideya kelyapti, Rockefeller zapisной knижкasiga yozib bergan. Sen bilan tanishdi, ismi Yusufboy. Men bu yilda tug'ilgan kuni bunaqa 3 ta farzandi bor. Lola, Shalola, masalan, Informatsiya yig'ib. Misol masalan, men razgovorda o'tiribman. Xohlasam, endi diktofonni yoqmayman, lekin eslab qoldim. Shu men aytib qo'ydim unga. Rockefellerning o'sha kuchi nimada bo'lgan desa, shu momentda shu chisloda telefon qilib, sizni 3-farzandingizni, o'g'lingizni misol tug'ilgan kuni bilan tabriklayman, 10 yosh bo'libdi. Men unga mana bitta velosiped yubordim. Bu bo'ldi, bomba-da bu. Xuddi shunday qilib bunga aytib qo'ysam, menga 3 kun oldin eslatadi. Что men bu Yusufboyni farzandi 10 yosh bo'ldi. 10 yoshga unga mana buni taklif qilsak bo'ladi. Endi men 1 yildan keyin masalan senga telefon qilib shu narsani aytsam, mendan yaqinroq odam bormi? Yo'q. Bo'ldi, men bilan уже дальше bo'ldi, aka-uka, nima ish bo'lsa birga hal qilib ketaveradi. Super. Xuddi shunga o'xshayib, men shunaqa qilib ishlataman buni degan o'sha ideya keldi. Ya'ni o'zimni bor tanigan bilganlarimni уже berib boraman. Va kim bilan tanishsam, shu haqida ma'lumot berib boraman. То есть demak siz hozir unga ko'proq kontekst, ma'lumot beryapsiz, u sizga sekin-sekin moslashib, bizda hozir anaqa deydi, odamlar birinchi marta ishlatayotganda nega sizniki zo'r ishlayapti, meniki zo'r ishlamayapti degan deydi. То есть hali bir hafta ham bo'lmadi uni ishlatayotganingizga, уже ko'p ma'lumot bergan ish tufayli sizga moslashib, sizga kerakli ma'lumotlarni berib, уже anaqa oddiy maslahatchi emas, super assistent bo'lyapti, aynan ishlaringizni tezroq qilishga, rivojlantirishga yo'naltiradigan. Maslahat berishda, keyin o'sha nimalarni eslatib turishda, misol uchun, baribir odammiz. Esdan chiqadi hamma narsa. Uning pomoshnigingiz bo'lgan bilan undan produktivniy, undan nima desam ekan, aniq ma'lumot bera oladi, analiz qila oladi va 24 soat ishlaydi. Bu vaqtda siz bilan aloqada. Masalan, eng nimasi bittaning o'zida уже sizga 4 ta 5 ta resheniya beradi. Yo'l topib tashlaydi. Bu yo'l bo'lmasa bu yo'l masalan oddiy API da ulanishda ham o'zi topdi misolda bir ikkita kesada o'zimdan bo'lib qoldi, to'xtab qoldi, bo'ldi bular bo'lmas ekan, hali bu nimasi chiqmagan ekan. Open Cloud'ni misol uchun ovozni, ya'ni notebookni knopkasini bosmasdan xuddi o'zi bilan gaplashib o'tirish xohlaysiz. Tony Stark'dagidek kompyuter ochadi, gaplashadi-ku. Shunaqa. Hech qanaqangi brauzerga kirmasdan shuni bunga zadaniya beraman, yo'q hali chiqmagan deyapti. Keyin o'zi to'xtab turdi dedi, "Men bu yo'li bor ekan" dedi. "Doy shuni qilib ko'ramiz." O'xshamadi. Keyin yana bitta yo'li bor ekan. Bo'ldi, buni qilib ko'ramiz. API-dan token sotib olib 5 dollarga misol oldim. Ya'ni u bilan birgalikda kirib ketaverdik, vaholanki yo'lni topdik. Notebookni hozir ochib qo'yaman. Hech qanaqa knopka bosmasdan u bilan gaplashaman, u men ishimni qilaveradi. Xohlagan narsa, telefonimga ma'lumot jo'natadi, xohlasam shuni o'zida bloknotga yozib chiroyli qilib qo'yadi. Ya'ni odamlar lentay qiladi emas, naborot, bu sizni yanada chuqurroq izlanishingizga olib keladi. Masalan, men kompyuterni oldin yarim soat ham o'tirmas edim. Ko'p o'qimas edim. Masalan, bu texnik vопросlarda, texnik zadaniyalarda ko'p tekstlar o'qimas edim. Hozir o'tirib, что o'zim ham parallel tushunib ketyapman. Kitob o'qishim ham tezlashdi, ko'p o'qiydigan bo'ldim. Misol uchun ma'lumotlarni o'sha u bilan qaysidir ishni boshlatgan paytimizda, o'sha yordamchi bilan qaysidir ishni boshlatgan paytimizda u fikrlarni beradi, men u fikrlarni o'qib, o'zim ham уже fikrlab, analiz qilib, to'xta, men buni qilib ko'r. Yo'q, buni qilib ko'r. Buni qilsa nima bo'ladi? O'zi bu nima degan bu degan oddiy qilib tushuntirib ber desam, tushuntirib berib, ya'ni tushuncha ham olib ketyapman. U men o'qitib ham ketyapti parallelni. То есть hech qanaqa обучение, muammo bormi? Shu joyingizda hal qilib kelyapsiz. Даже bilim yetmasa ham, tajriba yetmasa ham, u bilan birgalikda rivojlanib, shunday ish qilib ketyapsiz. Masalan, KazDev degan terminlar men umuman ishlatmaganman ham, tushunmagan bo'lmagan menga-da. Misol o'sha yaratayotgan appim bo'yicha, misol KazDevlarni
qanaqa qilinishi kerak, nima o'zi bu savol bilan tushuntirib beryapti. Bo'ldi, davay tuzib bergin. Tuzib berib, Wordga beryapti, распечатка qilib, bolalarga beryapman, borib ko'chada gaplashib ket. Kazdevga kelgan. Super. Hozir u joyga o'tamiz. Shunda hozirgi joyni xulosa qiladigan bo'lsak, siz уже bilmaydigan temangiz bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, to'g'ri anaqa, "Yo'q, men bilmayman, anaqa bilishim kerak" deb kitob o'qishni boshlamaysizda. To'g'ri, уже ko'rmasdan o'zingiz so'rayapsiz. O'sha joyida o'rganib ketamiz. Ha. U bilan birga. Ya'ni o'sha joydan meni обучать qilib ketyapti-da. Ya'ni o'ta kuchli bir ustozdek odam. O'ta bir kuchli bir mutaxassisning bir nima? Bilimi bor. Просто направление beradi, siz uni to'g'ri yo'naltirib ketasiz. Xohlasangiz 10 yoshliga tushuntirib beradi, xohlasangiz o'sha professorga tushuntirib beradi. Misol uchun, hozir menda endi ideya kelyapti, misol koinotlarga qiziqaman. O'zi bu yoqda dalshi nima bor degan savollar baribir qiziq men uchun. Kvantum fizika degan narsalar qiziq o'zimga. Lekin bilmas edim u qanaqa boshlash kerak o'zi uni. Kim bilan boshlash kerak bu narsani? Endi hozir men shu bilan o'zim uchun bir sfera qilib, bir ilmiy ishga o'xshagan narsa qilishga ham qo'rqmayapman o'zim. Ha, уже то есть miyada mana bu stopperlar, tormozlar, ruchniklar yechilib ketgan. Shunaqa. Ha, то есть ya'ni bu meni soham emas endi. Menga buni izchat qilishim uchun 5 yil, 10 yil kerak. Endi bu kech bo'ldi degan narsa уже yo'q. То есть Kech emas. Весь dunyo qo'lingizda. Shunaqa. Chegara yo'q. Xohlagan ishingizni bitta telefon bilan o'zingiz bemalol qila olasiz degan narsa. Bu telefon o'tirib уже, ya'ni bir narsani oldin mamlaka bo'lardi. Bir narsaga o'qishni boshlasam, qaysi joyda baribir qiyinchilik paydo bo'ladi. Tushunmaysan. Uni senga tushuntiraveradigan odam topishing kerak, qidirish kerak, vaqt ketadi, keyin interesting so'ladi unga, o'sha bilan atlojining qolib ketadi. Yoqmay qoladi. Ya'ni bir narsani qila olmasang, уже chetga surib qo'yasan-ku. Bunda unaqa narsa emas-da. Xuddi bu o'yinga o'xshab ketaverasan. Misol uni qilib ko'rasan, o'yinning ichida lazika qo'yib ketadi-yu, o'yinni yaratganlar. Devordan yurish mumkin, bu yoqda sekin bir temir qo'yib qo'yadi, undan sakrab o'tish mumkin. Life hackga o'xshab yaratasan. Lekin unda ограничение bor. Bunda yo'q. Bunda ketaverasan. Zeriksh ham bo'lmaydi. Ya'ni mana tushunmadingmi? Yana oddiyroq bir savol berasan. Yana oddiyroq. Keyin oddiydan keyin ham muraklashni boshlaysan. Ketaverasiz. Уже bir narsaga borib qolasan. Ya'ni men o'ylayapmanki, demak, bo'ldi, bir kashfiyot ham qilsa bo'ladi. Bemalol. Yaratsa ham bo'ladi. Ya'ni senda ideya bormi yoki o'sha mutaxassisliging bo'yicha oldin qilgan ishingdanmi to'xtab qolgan bo'lsang, davom ettirish mumkin, mukammallikka olib chiqish mumkin. Ya'ni bu ko'p возможностьni nafaqat qurilish. Bu qurilish men uchun to'g'risi hozir qurilishga sun'iy intellektni kirgizish men uchun уже nima desam, bir 100-chi ish bo'lib qoldi men uchun. Lekin shu og'riqdan boshlangandi. Birinchi edi u aslida. Aslida birinchi edi. Endi hozir orqaga tushib ketdi, shunda qarasam u hech nima emas. Ya'ni bu yoqqa уже umuman boshqacha foydalanish kerak bundan. То есть mana siz bitta gap aytgandingiz, oldin siz как будто cheklovlarga ega odam edingiz. То есть, например, aytgandingiz menga то что chet davlatlarga chiqsam, определённый там til bilmasam, boshqa bo'lsam, anaqa ограниченный odamdek his qilardim deysiz menga. Hozir bu imkoniyatlar bor joyda, shu весь мир передо мной, xohlasam Amerikadan biznes, xohlasam bu yoqdan bemalol qila olaman degan tushunchaga keldim deganingiz. Men masalan chetga chiqish, международный уровеньda biznes qilish nimam bor, niyatim bor, xohishim bor. U ishni qilish uchun qo'rquv bor edi. U yoqdan u odamni top, u davlatning qonunchiligi qanaqa, nima qilish kerak. Misol uchun bir ishni boshlagan paytda u yo'ldan emas, bu yo'ldan ketish kerak ekan, mana qilib ochish kerak ekan направлениясini. Endi uni ochish uchun yana qaysidir mutaxassisni top, bunga pul sarflab, vaqt ketir degan qo'rquvlar bor edi. Endi hozir bu bilan endi bemalol mana shu o'tirib turib, masalan, Dubayga kirmoqchimiz. Dubayni полный analiz qilib, tем более ularda ochiq informatsiya bor. Yer, masalan, qurilish oladigan bo'lsak, yer qayerda bor, hujjat qanaqa bo'ladi, nima dokumentatsiya olish mumkin, masalan uchun necha puldan qaysi rayon sotilyapti, qaysi qurilish tashkilotlar bor qurib beradigan, u narsani nega olasan, bu narsani nega olasan, maksimum 1 soat ichida o'zim qila olaman deydi. 1 soatda полный analiz yig'ib, xulosa qilib, plan tuzib, qilish qoladi. Bu super. Kirasanmi, kirmaysanmi shu sohaga? Misol uchun. O'zi bu yerda tushunishingiz uchun men Bobur akada kuchli tomonlarini ko'rganim, любопытство.
qiziqib, da men o'zimga aytaman, tipa Bobur aka, tipa komandangiz bor, ko'p qurilishga ketyapti, tam gektar joylar bor. Как бы ko'pchilik intilayotgan joylar narsalarga erishgansiz. So'g'ichi, ko'pchilik mishat qiladi-ku, tipa plajda yotsam bo'lmasmidi debdi. Lekin bular triatlon bilan shug'ullanyapti, AI ni o'rganib olib, yana oldiga ketyapti-da. To есть bularning kuchli tomonlari men o'zimga kashf qilgan, to есть любопытство. Qancha объемda bo'lmasa ham oldida masshtab katta. Ikkinchi olib qilish. То есть qandaydir narsani aytdingizmi, sразу olasiz, qilasiz. Shu svязкада juda ham zo'r ishlaydi. Uni nimaga aytyapman? Esimda men bu bino ilovaga o'tayotganimizda kazir haqida so'radingiz. Da bilmaysiz, kazir qiling dedim. Komandan yig'dingizda borib sразу qildingizda. Ikkinchi darsga kelyapsiz. Qarish mana bunaqa bo'ldi, tekshirdik, zo'r ishlar ekan deb natija bilan kelyapsiz-da. AI bilan sразу qiladigan odam tajribasida chuqur bo'lmasa ham o'saqida ancha tezroq oldiga keladi demoqchiman-da. Hozir mana bunaqa bo'lardi u narsa. Kazdev qilish kerak bo'lsa, kazdev qiladigan bir odam topishim kerak. Uni bir mutaxassisi bormi? Tushunib olishim kerak oldin. Keyin u odamning vaqti, u qachon qiladi? Menga tezroq rezultat kerak, ya'ni tezroq uni nimaga olib borishim kerak-da. Ya'ni bu etaplarda tiqilib qolgim kelmaydi. Shunaqa bo'lardi menda. O'sha bir etapda masalan qolib ketasan, chunki kimgadir bog'liq. Uni fikri, uni qilish kerak bo'lgan, yig'ib kelishi, boshqa qilishi. Bunda esa tezlashasiz, uni sakrab o'tasiz. Masalan, o'sha Kazdevni qanaqa qilib, meni sun'iy intellekt men qilayotgan ishimdan xabardor va nimalarni zaпрос qilishim, nimalarni sпрос qiladi, savol javob qilishimni o'zi yasab beryapti Wordda. Uni bitta o'qib chiqsam dahshatda. Bu mana shundan 10 ta kopiya qilinglar dedi, 10 ta odamga boringlar. Mana 10 ta klientga, 10 ta masterga. Anaqa jigarlarini jo'natib yubordim. Boringlar, sen mana bu ko'chaga bor, parkesiga xo'z material sotadigan shu ustalar bor. O'sha yerdan topasan, sen esa randomniy metroga bor. Yoshlarni tanlab berdim. Masalan, mana shu yoshdan mana shu yoshgacha borib gaplashasan. Hammasi olib keldi, gaplashdi, u qog'ozdan prosta rasm tushirdim. Kodga yotib yubordi. O'z analiz qilib berdi. O'z analiz qildi va dальше keyingi etapga o'tdik. Ya'ni men ham shunaqa bo'ldiki, etapma-etapga olamiz. U zadaniya beryapti, menlik joyini men o'zim qilib olib kelib beryapman, u o'zinikini olib kelyapti. Oldin qanaqa bo'lardi? Buni bu odamga murojaat qil, bu odam 10 ta odamga murojaat qilish kerak edi. 10 tasi qachon keladi? Qachon olasan uni? Va yedinchi xulosani qachon chiqarasan? Masalan, kimnidir ma'lumotini o'qimay qolsang, noto'g'ri xulosa chiqarib qo'yasan. Bunda esa ikkalamiz ishlayapmiz, u va men. U ma'lumot yig'ib beradi, analiz qilib beradi, siz qaror qilasiz. Shu yoqqa. Super. Endi давайте unda qisqacha shu bino haqida gapirib bering. То есть siz tam agentlar, tushundik, agentlar, assistentlar yaratdingiz, уже oson narsa bo'lib qoldi. Ikkinchi narsa hozir qilayotganingiz bu startup. То есть bino degan startup qilyapsiz. Muammoni ham aytdingiz, quruvchilar bor, anaqa outsourceda jalb qilinadigan ishchilar bor. Orada har doim pul yo'qotish, то есть shu qancha pul yo'qotgansiz bu muammo deb, bu ilovani как бы plani qanaqa hozir bo'lyapti? O'zi nima ilova bu? Yana bir aytib bersangiz qisqacha. Bu xuddi mana shu Olexga o'xshab daska объявления deymi, nima deydi? Bu xuddi shu Olexga o'xshaydigan mutaxassislarni topish uchun Olex'ni hammasini topishingiz mumkin. Mashina, kirmashin, usta. Bu nima qilingan? Spesifika qilib uskilashgan. Nimaga? Bu shunda shu sohada menda og'riq bo'lgani uchun. O'zi shu og'riqni ham aytib bering, do'stlar. Kichkina summalar emas, to'tta og'riqli. Menda og'riq, misol Chashma degan obyektni topshirayotganda navbet yasash kerak bo'ldi, nержавейкаdan. O'zi temirdan bergandi, men nержавейка bo'lishini xohladim shuni. Chiroyli chiqadi ekan. Keyin Olexdan 3 ta odam topdik. Nержавейка yasab beradiganda topdik, u nima qildi? 3 talasi 3 xil narx berdi, 3 xil srok berdi. Keyin bizga eng podходящийni topdik. Sredniy variant topdik. Ham sifati ham, sroki ham, narxi. Примерно qancha summa edi? $8,000 ga gaplashdik. $8,000 ga gaplashdik. O'zi eng patologi nimasi $10,000 edi. Pastki narxi 6-7 ming atrofida berishdi. Lekin uni sifati, sroki to'g'ri kelmas edi.
Keyin buni gaplashdik, ishni boshladi, avans to'lab berdik, почти 70% narsa pul to'lab berdik. Bu odam yakobi shu narsani materialni oldi, ishni boshlagan bo'ldi sexda. Endi sexgacha bordik birinchi navbatda, tekshirdik uni haqiqatdan shunaqa ham yo'qmi, firmalarni oldik, firmasiga ko'chirib berdik pulni. Dogovor qilingan, hammasi qilinadi. O'zi yaxshi bo'lishi kerak. Sexiga ham bordik. Vроде sexida ham odamlar bor 3-4 ta. Men sexini ko'rsatdi. Keyin bo'ldi deb ishni boshlashga ruxsat berdik, pulni berdik. Birinchi podyezdni qildi, ikkinchi podyezdni qildi. Keyin mahsulotlarni olib kelib qo'ydi. Orada bir kun ertaga kelamiz degan bo'ldi ish. Ertasiga keldi, ozgina ish qilib ketib, keyin 3 kun cho'zildi, 4 kun cho'zildi, qarasak 1 hafta cho'zilib ketyapti. O'zim 10 kunga gaplashganmiz. Biz 70% pul to'laganmiz, 1 hafta bo'ldi ish yo'q. Keyin uni qidirishni boshladik. Topilmayapti, telefonlar o'chik, ustasiga borsak yo'q, bu akasiya u qamalib ketibdi majbur hafta ichida. Biz ham pul ham kuydik. Oxiri nima bo'ldi? $8,000 gaplashgan narsamiz bizga 10,000, почти $11,000 aylab ketdi. Переделкаlar bilan. Shunaqa. Chunki u olib kelgan mahsulot bu yerga yetmas ekan. Keyin uni ishini davom ettirish uchun alohida pul olishdi. Bu yog'iga уже ular narx aytyapti, keyingi olib kelgan odamimiz. Endi bu yog'ida уже biz aytdikki, mana shunaqa vaziyat bo'ldi. Biz aldandik, og'ayni. Mana bu yetadigan materialni olib ishlaysan, qo'l haqqing berib turamiz. Bu yerga material olib kelgan bo'lsa, po fakt ustida bizning odam bilan borasan, materialga pul to'laysan, olasan, mashinaga kelasan, mana bu o'tirasan, keyin ishlaysan. Deb bu yog'ini tugatdik, lekin shu почти 10,000 dan oshib ketdi bizning rasxodimiz. Unaqa suvchilar juda ham ko'p bo'ladi stroykada. Bu men esimda qolgan. Yaqinda bo'lgan. Chunki men o'zim qatnashdim u joyda. Undan boshqa mening masalan bolalar nechtasi shunaqa bo'lgandir. Va endi brigada kelaman, bittasi yuradi, u almashgan bo'ladi. Ya'ni bittasi yuradi, almashgan bo'ladi. Bu bo'lmadi, boshqa olib keldik deb menga misol uchun temani ham qo'shishlari mumkin. Bo'lgan ham shunaqa. Rosa ko'p. Bunda o'zim shaxsan o'zim suhbat qilib o'zim aldanib qoldim. Tushunib olish uchun, chunki shu bo'yicha anaqa qilyapti. Endi men shuni xohlayotgan narsamni tushuntirib berdim. Nержавкаdan, proyektdan tashqari Nержавкаdan chiroyli qilamiz deb. Bu joyda mana shunaqa odamga uchrab qoldik. Shu og'riq nima bo'ldi desak, og'riq shunaqangi sifatsiz odamlarni Filtr qiladigan va nimani ham himoya qiladigan, iste'molchini ham himoya qiladigan, ya'ni menga o'xshagan iste'molchini ham himoya qiladigan va pulis unda emas, qandaydir o'rtada turadi. Va men bu ustani ham himoya qiladigan bir решение kelishni boshladi menga. To'xta, mana shunaqa qilsa bo'lmasmikan? Ya'ni buni ham himoya qilish kerak. Faqat iste'molchini emas, ustani ham. Ustalar ham aldanib qolganlari bor. Juda ham ko'psi. Ishni buyuradi iste'molchi, keyin uxlataveradi. Telefonni olmaydi, pulni bermaydi, shu bilan uxlab shundan kelib chiqdi og'riq asosan va bu yog'iga parallelniy o'zim qurilishdan tashqari mana shu narsani ham yaratib ommaga bering. Ya'ni hamma foydalansin, iste'molchi ham plyusda bo'lsin, usta ham plyusda bo'lsin, men ham plyusda bo'laman. O'rtada shunaqa narsa hozir уже yaratdingiz. Уже bo'ldi. $99 to'lasam, nima App Store'ga qo'ysa bo'ladi. То есть уже sayt sifatida tayyor, ishlayapti, уже testdan o'tdi. Qancha vaqtingiz ketdi mana shu ilovani yasashga? Polni suyagini yasab chiqishimga 3 kun vaqt ketdi. 3 kun daminda 4 soatda ishladim. Bu yog'iga to'g'risi maza qilib, vibe bilan to'xta. Ya'ni bir narsani yaratdim-da, o'zi yaratsam kamchiliklarni ko'rdim birinchi. To'xta, endi keyinga qaytardim, boshqatdan yasab ko'rdim. 2 marta boshidan oxirigacha qilib yasab ko'rdim. Birinchisida juda ko'p xatolar qilgan ekanman, keyin o'shaning ichidan kerakli narsani olib, boshqatdan mukammal qilib yasab g'ozivani tugatdim. Endi hozir $99 to'lasam, уже App Store'ga chiqarib. App Store'ga chiqarsa bo'ladi. Уже orqa tarafi backendlarni ham hammasini qilib chiqdim, saytlarni. O'zim Biz programmist, dizayner olmadim. Uni interfeyslarni yasash uchun, uni o'zi backendini yozish uchun. Backendini yozishga ham hech kim olmadim. O'zi logikasi, qanaqa ishlashini o'zi mendagi og'riqdan kelib chiqib va buni bergan zaprosimdan kelgan savollaridan yana savol berib, savoliga mukammal narsa qildingiz. Mukammal qilib, ya'ni shu programmani mana joy bunaqa bo'lsa nima bo'lardi, bunaqa bo'lsa nima bo'lardi degan mutaxassismi odamni qidirib topib bunga murojaat qilmasam, avval o'zi bilan mashaq qilib, ya'ni ideyani ham mukammallikka olib chiqdim. Ideyani o'zini va parallelniy dizaynni ham mukammallikka olib chiqdim. Ya'ni chiroyli qilib qildim, interfeys что buni bosganda nima bo'ladi, A'dan Yagacha.
То есть birinchi versiya emas, уже bir nechinchi versiya bo'lib ketdi sizda уже. Shunaqa. Hozir endi yanada chuqurroq qilib boshlashni boshladimu, keyin to'xtatdim, stop dedim. Aha. Buni hozir nima bo'lsa qat'iy nazar ommaga olib chiqib tashlang. O'sha yerda o'zi testdan o'tsin. Kerakmi, kerak emasmi deb. Shunaqa. Hozir shu qarorga keldim, endi bu shunaqa qilmoqchiman. Hozir anonsir qilamiz va buni chiqaramiz. Qayerda kamchiligi bor, qayerda nima murakkab qilmadik. O'sha bu yog'ini aytmoqchi bo'layotganim, haqiqiy spetsialist IT'shniklar boshqani bezopaslik nuqtai nazaridan o'sha odamlarni topib, topshirib, komanda sazat qilib ishni zapust qilib yuborsam bo'ladi. Ya'ni 90% narsani qildim, 10% ni bu yoq jamoa bilan qiladi. Oldin 90% ish qilish kerak edi. Kimdirga jamoa bilan vaqt ketkazib, ideyani tushuntirguncha sabr etmay qoladi o'sha. Oxirigacha yetkazmaydi. Pul ham ketadi, misol uchun IT'shniklarni sodержать qilishga 6 oy, kamida 3 oy. Men so'radim, mana shu narsani IT'shniklar bilan qiladigan bo'lsa qancha vaqt ketadi? 3-6 oy. Necha pul ketar ekan? Sredniy oyiga 2000-3000 dollardan hisoblaganda, masalan 6 oyda 6-3-18 dollar, 20 dollar ketadi. Dizayner topasan. Ya'ni krugom bigom mana shu ishga misol 30-40 dollar chek ketardi, pul ketardi. U yana ishchidan ham ishlamaydimi? O'zi yaratayotgan yo'lda в итоге там kerak bo'ladimi, bo'lmaydimi degan. A bu yerda как бы ideya tekinga yaratdim. Agar o'xshasa boqaman. O'xshamasa cancel. Чисто o'zi menga ham anaqa wow bo'lgan joyi mana shu joyda. Ideyalarimiz ko'p bo'ladi. Baribir biz anaqa предпринимательский bor. Mana bu qandaydir joyda muammo ko'rib, pul ko'rsak, qilingiz keladi-da. Uni qilgungacha komandaga ber, sabr etmay qolardi. Ko'p pul ham kerak edi. Biz ham bitta ilova qildik. 2 yil oldin uni qildiramiz desak 15 ming degandilar. А в итоге biz o'zlarimiz 3 kun ichida qilib tashladik. От идеи до первого результата 2 kun 3 kun maksimum. Aytgandingiz, Kazdev qildingiz. Kazdevda ham уже tasdiqladingiz ideyasini. Endi faqat shu monetizatsiya yo'lini topib, bozorga chiqarib yuborish qoldi. Oldin masalan shu narsani bozorga chiqarguncha 50 ming dollar sarflardingiz-da. Men tushunishim bo'yicha shu produkt chiqarish uchun mayda ko'praganman ishni. Lekin bundan men faqat подписка 100 dollarga oldim va 3 kun vaqtimni sarfladim. Endi bu yoqqa yana bir 500 dollar, 1000 dollar sarflab turib, bozorga chiqarish kerak, ko'rish kerak. Bo'ldi. Agar haqiqatdan yurib keladigan bo'lsa, shu bu yoqqa boshida emas, oxirida beramiz endi. То есть o'zi как бы ko'p pul yaratib olish ketardi. O'zi prilojeniyalarni ham, ilovalarni ham oldinga olib keladigan narsa bu sotuv bilan marketing. Endi demak pulni havoga uchirmasdan to'g'ridan to'g'ri muammo odamlarga kerak bo'lsa, ishlab ketsa, уже to'g'ridan to'g'ri marketingga qilib, то есть bozor tezroq filtrlaydi demoqchi. Hozir endi hozir masalan Yediniy nimaga kelyapti-ku o'zi o'sha Suriya tilga kelyapti. Lekin shu orada va bunaqa narsalarni o'ylab turman. Mini applarni yaratish. Mini sложный emas. Oddiy, osonlashtiradigan. Oson, oddiy applarni yaratib, zapust qilib sotib yuborish. Kerak bo'lsa kuniga bittadan chiqarish. То есть anaqada venture investitsiya mishleniyasi 10 ta yaratasiz, 10 tadan 2 tasi uchsa, o'z-o'zini qoplab oladi. Masalan, ular u paytda IT'shlarni ushab qo'yib qilishardi. Hozir masalan bitta o'zingiz o'tirib, 1 soatda bitta programma yaratsangiz bo'ladi, mini app. Masalan, mukammal bir programmani bir qismini. Oldingiz chiqardingiz. Shunaqangi bir, ya'ni boya boshida aytgandek Picassoga o'xshab, kartinka, ideya keladi, chizaverasiz, qaysidiri chiroyli chiqib ketadi. Super. Qarang, mana sizda o'sha instrumentlar bor. Bir nechasini o'sha ishlatdingiz, zo'r natija oldingiz. Ta instrumentlar muhim, но muhim narsa также как biza yo'lda o'zlarimiz o'zgardik. Shaxsiy tomondan qanaqa o'zgarishlar bo'ldi va qaysi tomonga, nimadan boshlab nimaga o'zgardi endi odam tomonidan aytdingiz o'sha anaqa. Endi международный bo'la olaman, chegaralar yo'q, то есть любой savol bo'lganda bemalol bosib ketaveraman debdi. Mana shu tomonlama transformatsiya qanday bo'ldi? O'zi rejalashtirishni, oldindan ko'rishni yaxshi ko'raman. Ya'ni videniya qilib, bu bilan shu narsani kelajak narsani hozir men bitta qilib ko'rib, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mapga ko'p qo'yishni, ya'ni bir shunaqa bir ashuna paydo bo'ldiki, borib
qilib ko'rib shu narsani keyingi yo'lda davom ettirish emas, marta turib shunday xohishni marta qilib yaxshi ekan, tushundim buni, bo'ldi, marta ko'pkami shu yerga poxodda borayotganimda olib ishlatib yana dash ketaman. Ya'ni zaxira qilishni bir menda shunaqa ощущение paydo bo'ldiki, fikrlarni kerak bo'lsa zaxira qilib qo'yish. Hozir AI ni shunaqa soha deb ko'ryapsizmi? Что bu kelajakda hammasini o'zgartirib, Trendda bo'lish bor va trend yaratish bor. Trendni ham yaratganda долгосрочный mukammal qilib yaratishdi. Ba'zi bir narsani yaratmoqchi bo'lsa, bir vaqt bilan imkoniyat to'g'ri kelmay qoladi. Ya'ni makon bilan nima vaqti shu holatda u tortmaydi seni aytayotgan narsangni. Lekin shuni mukammallashtirib borishni yo'li bor-da, bu sun'iy intellekt bilan. Mukammallashtirib borasiz, o'sha moment kelishidan oldin bosog'onada sendan mukammallashgan narsani qo'yasan, sen o'z trend yaratasan. Trend yaratishni boshlaysan. Hozir misol 2016-yilda уже строительный час boom bo'lganda, mesela 2018-yilda kirib keldik biz qurilishga. O'zim firmani 2018da ochganman. Ya'ni endi bu yoqqa misol sun'iy intellektdan foydalanish trend paydo bo'lgan bo'lsa, endi undan foydalanib nima yarata olaman degan narsa paydo bo'ldi. Endi shuni bir zo'r narsa yaratsangiz, уже siz trendga chiqasiz, уже sizga ergashadi. Biza trendga ergashganmiz misol uchun. Endi oldin shu bir trend bo'ladi va unga ergashib yurardik. Va uni qachon o'lishini ham bilmaymiz. Va keyingi trend qachon paydo bo'lishini ham bilmaymiz. Misol uchun 5 yillik sikl. Boshida emas, o'rtasida kirib qolamiz ba'zida yoki oxirida kirib qolamiz ba'zida bir ishdan. Bunda esa o'sha aytganimdek, mana bir fikringiz bor, videniyingiz bor, shunaqa narsa bo'lishi mumkin degan bir nimangiz bor siz ichingizda. Uni birovga aytsangiz, fantaziyor deyishi mumkin. Misol uchun bir temani aytsangiz, siz u temani shu paytda izichana qilganingiz qayerda-yu, marta o'tirib turib izichana qilib, shuni yaratib boraversangiz, shuni olib borib boradigan yo'lga qo'yib qo'ysangiz, ertaga shuni yurib boradigan paytingiz o'sha tayyor turibdi shu narsa. Уже oldindan olib ishlatishni boshlaysiz. Ya'ni shu bilan sun'iy intellekt bilan shunaqangi ish qilsam bo'ladi ekan degan bir banda fikr va ощущение paydo bo'ldi ichimda. Tushundim. Oldindan уже ya'ni rejalashtirib qanaqa qilinadi, nima qilinadi. Endi qarang, anaqa har doim aytardingiz-da, qani edi anaqa sokin joyda o'tirib, ishlarni bosib olib, sokinlikda triatlon bilan zanyovat qilib yursam deb aytardingiz. Lekin yaqinda aytdim, triatlonga bordik. Shashlikka kirdik. Shashlikka ham notebook bilan kiryapsiz. Kamroq ishlashni boshladingizmi? Наоборот, produktivniy ishlashni boshladim. Ko'proq, produktivniroq. Ya'ni oldin yoyilayotgan narsani mana qilib zishlashib va effektivniy. Kerak shesterlar paydo bo'ldi. Oldin tishlar ham yo'q edi, shesterlarni o'zi aylanib o'taradi mana qilib. Endi shesterlarda tishlar paydo bo'ldi, u keyingi narsani aylantiryapti. Yo'qsa, ya'ni kattaroq narsa aylantiryapti. Bir-birisiga ulanib ketib. Наоборот, haqiqatdan produktivniy, effektivniy tushunib, mutaxassislar fikri ham muhim, lekin ularni ham bir analiz qilishni o'rganishni boshladim. To'g'ri analiz qilib, yechim qilishga, oldinroq harakat qilishga. Shunaqa. Super, super. Qarang, aniq уже то, что 5 yildan keyin 2000-yilda internet hammaga anaqa notanish bo'lib narsa ko'ringan. Hozir lekin любой odam internet bilishi kerak. AI bilan ham shunaqa bo'ladi. 5 yildan keyin internet hamma joyda bo'ladi, hamma bilishi kerak bo'ladi. Давайте qurilishdan boshlaylik. 5 yildan keyin qurilishni qanaqa ko'ryapsiz? Nimalar bo'ladi? 5 yil emas, men o'zimga mana 2 yil davomman. 2 yildan keyin qurilishni полный robotlar bilan qursa bo'ladi. Aha. Tasavvuringizni aytib bering, qiziqda. Bitta ham quruvchi bo'lmaydi. Robotlar bo'ladi. O'sha masalan hozirgi kunda masalan mashina zavodda robotlar bor, stanok turib ishlaydigan, temir svorga qiladigan. Xuddi shunaqangi apparat masalan nimaga qo'yish mumkin? Stроительный площадка.
u nima qiladi? Temirni kesib beradi va so'riga qilib yopishtirib beradi. O'zi joylashtirib boradi. Ha, bu yoqda esa yuradigan robotlar kerak bo'lsa olib, xuddi insonga o'xshab shu joylardan qotira oladi. Kranda miyasida suv intellekt bo'ladi. U kran sinxronniy va pastdagi robotlar bilan birgalikda ishlaydi. Masalan, hozirgi metodda masalan qurilish jarayoni qanaqa? Apolovkani ustalar kranga yopishtiradi, ildiradi, kran ko'tarib beradi, tepadagi ustalar u krandan yechib olib apolovkani qotirishni boshlaydi. Ya bu yerda ham xuddi shunaqangi masalan eskicha stilni robotlarni miyasiga qurish mumkin. Loyihani bular keyin 24 soat ishlaydi, issiq sovuqni nima qilmaydi, e'tibor qilmaydi, bayram yo'q kerak emas, Optimizatsiya bo'ladi pullar. ish tez bitadi, narx arzonlaydi. Masalan, qurilishda 6 oyga qisqarib ketishi mumkin, 1 yillik qurilishda. 6 oy ichida qurib tashlaydi. Ya'ni men o'ylayman, 2 yil ichida umumiy qurilishni robotlarga topshirsa bo'ladi. Demak, narxlar tushar ekan-a? Narxlar tushadi. Yo'q, qimmatlidan baribir. Nima deb o'ylaysiz? Boshida qimmatlashi mumkin, o'sha robotlarni внедрить qilayotgan paytda. Texnologiya qimmatligi uchun. Ha. Keyin уже u ekspluatatsiyasi, ya'ni bir obyektga moslashmaydi-ku. U keyingi obyektda ham ishlaydi, keyingi obyektda ham ishlaydi, keyingi obyektda ham ishlaydi. Ya'ni bu yoqga misol uchun boshida mashina qimmat bo'lgan bo'lsa, o'sha mashinalar ko'payish boshlaganda narxlar tushgan-ku. Xuddi shunga o'xshaydi. Boshida o'sha texnologiyani внедрить qilayotgan paytda qimmat bo'lishi mumkin, o'sha keyingisida arzonlab ketadi. Ya'ni umumiyda bu yoqga arzonlaydiganni hisobga olib, boshida ham bu narxni qimmat qo'yilmaydi. Ya'ni точный va mukammal bo'lgan proyektlar ham, loyihalar ham qilsa bo'ladi, ya'ni ishlasa bo'ladi robotlar bilan. Ya'ni 2 yildan keyin o'ylayapman, stroy plashatkaga faqat bitta prorab o'tirib, kompyuterda o'tirib ko'rib o'tirishi mumkin. Hamma jarayonni, Telefon kabi. hammasi pod kontrolem. Prorab ham bo'lishi shart emas o'zi. Kerak bo'lsa. Chunki loyihani ham sun'iy intellektga yasashingiz mumkin. Loyihachilar ham уже nima bo'lmaydi. Super. Endi bir savol. Tasavvur qiling. Maktab. Ertaga hammasini yo'qotdingiz. Sizda faqat notebook va AI bor. Keyingi 12 oyda nima qilgan bo'lardingiz? Birinchidan o'zimni ishlab turgan soham bo'yicha, qurilish bo'yicha, masalan, hozirgi kunda bo'lgan bo'lsa, qurilish bo'yicha shu quruvchilarga borib murojaat qilardim. Chunki men bilaman kamchiliklarni. Tajriba bor. Saqlanib qilgan, to'g'ri. Qandaydir ilovalar, sistematizatsiya qilib bergan bo'lardingiz. Arzimagan pulga. Ha, tajriba yig'ib olib, birinchi anaqa prototip yaratish. Ha, bu undan oylik ham talab qilmas edim. Misol uchun ichkariga kirib olish. Ichkariga kiraman, hammasini to'g'rilab beraman. Va o'sha case-ni copy paste qilib ketaveraman. Ha, to есть bitta case qilib, realniy muammoga yechim qilib berib, uni уже qimmatroq summaga boshqalarga sotishni boshlaysiz. Uni o'zi sizga men tekin qilib beraman. Men shu ishni tekin qilib beraman va sizga avtomatlashtirib beraman desangiz, quruvchiga va men ketaman keyin desangiz, bu sizni qo'yib yubormaydi. Doim uni ish, потому что qurilishni ish tugamaydi. Shunaqa, bu bir. Ikkinchidan, любой bir kichkina biznesga borib turib, muammosini hal qilib berishi mumkin. Nima muammosi bo'lsa, buxgalteriyada muammosi bormi, moliyada muammosi bormi, marketingda muammosi bormi, misol uchun. Biznesda nima, ya'ni ustunlar kerak bo'lsa, 95% ustunida sun'iy intellekt olib, 5% o'zimni sotish nimam bor-ku, masalan, nima deydi, qobiliyat. O'sha orqali sotib 100% ga ishni bitirib berish mumkin. 1 soat ishlab ketib. Demak, 4 ta bir shunaqangi nima olsangiz, och qolmaslik uchun bitta restoran olasiz. Kiyimingiz eskirmash uchun bitta kiyim do'konini olasiz. Keyin uyingizga produktlar bo'lishini bitta oziq-ovqatni olasiz. Yana nimaga? Ozgina pul ishlamoqchi bo'lsangiz, qurilishni olasiz. Shu 4 ta odamni, 4 ta firma topsangiz bo'ladi menimcha. Toshkentda va 4 tasiga olib obslužение qilib berasiz. Tekinga. Case qilib, keyin maksimum bu keyin xolasangiz ko'p. Siz unga tekinga masalan ishni hal qilib beraman desangiz, hal qilib berasiz-ku. Bo'ldi, men endi ketaman desangiz, o'zi qo'yib yubormaysiz. O'zi pul berishni boshlaydi, yarim soat bo'lsa ham kelib ketdi dedi. Bo'ldi, tamomlaysiz.
U bo'ldi, keyin bu yoqqa copy paste qilib ketaverasiz. Super. Endi pul joyiga kelyapti. O'zi AI ga pul bo'yicha eng qiziqarli bergan savolingiz qanaqa? 40 yoshgachalar milliarder bo'lish, sun'iy IT sohasi, o'sha sun'iy intellekt, IT mana shu soft sohasi va strategik kompaniya. Mana shu ikkisini Birlashtirgan holat. simbioz qilib, shu narsa dasturchilar qilishni ish qilib aytolmayman. Aha. Shu yo'l bilan ketamiz. Milliardga erishsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi-da, bo'ldi. Tamam. Qandaydir anaqa foydali narsa qilib berdim, yozib berdim. Plan tuzib berdim. Tuzib berdi, endi ular uchun. Konfidensial. Ko'zingizdan ko'rib turibdi, to'g'ri plan bergan. Shunda anaqa amaliyotda qilyapman deng. Shunga sekin boshladik. Aha, super. Aniq milliard so'mda emas. Bu to'g'ri ekan, milliard so'mda ancha o'tib ketgan. Tak, super. Endi o'sha oxiriga yaqinlashib qoldik. Hozir siz bilan blitz вопрос qilamiz. Men savol beraman, o'ylamasdan sразу javob berishingiz kerak. Birinchisi, Cloud, Gemini yoki GPT? Hozircha Cloud. Aha. Super. Keyingisi, bitta ishchi yoki 5 ta AI agent? Qarang, bitta mukammal professional ishchi yoki 5 ta AI agent? Ikkalasi ham. Bitta Hozircha. Hozircha ikkalasi ham. Uni qaysi tomonga ko'proq ketyapti? O'zbekiston sharoitida ikkalasi ham. Tushundim. Buni topa olsangiz bu ham anaqa bitsin, bu ham buni o'rnini bosa oladi. Super. Qaysi AI instrument sizni ishingizni yoki hayotingizni maksimal osonlashtirdi? Bitta instrument. Shu tahlil qilib berishi. Cloudni misol любой bir shartnomani, Excelmi, muammoni tahlil qilib, nimani topib berishi. Super. Bilasiz, hamma super kompyuter chiqishini kutyapti. 2030-yilga. Shu narsaga ishonasizmi yoki hali bormi? Endi yilini bilmayman, qachon chiqishini ishonaman. Shunaqa narsa chiqishiga. Super kompyuter. AI ga qaysi narsada ishonmaysiz? Hozirgi kunda men AI ga misol o'sha assistentimga 95% ограничение berib qo'yganman. Faqat ish bo'yicha gaplashyapman. O'zim shaxsiy misol ma'lumotlarim, перепискalarim, oilam haqida umuman ma'lumot bermaganman. Endi u ma'lumot topilmasa birpasda topish mumkin, ammo emas. Lekin shunda ham shaxsiy nimani bermayman. Tasavvur qiling, ana 20 yoshli Bobur oldingizga keldi. AI o'rganmoqchi. Qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Nimadan boshlashni? Zudlik bilan o'rganishni aytardim. Qarang, ana ko'pchilik tadbirkor aytganimdek, o'sha normal soстояние bor, kapitali bor. Nima qilaman o'rganib, o'sha ishchimni yuborganim yaxshi deydi. Shularga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Chunki ishchilarni o'rgatgan yaxshiroq birinchi o'zingiz oldin birinchi o'sha собственникni, founderni o'zi mana shu narsani tushunib, o'rganib olish kerak. Shunda men o'ylaymanki 2x, 3x bo'lib ketadi effekt. Chunki masshtabni ko'radi. Menga ko'pchilik keladi savol bilan, men aytaman, ishchini olib kelsang, shu o'zini protsessida faqat ko'ra oladi. Asosiy sifatida tepadan ko'ra olasizda. Men aytganingizdek, siz quruvchilikdan kirgansiz, lekin hozir hayotingiz ham ko'p jarayonlar 2x, даже 10x darajada tez oldiga o'tib ketyapti-da. Shunaqa. Hozir menda o'sha anaqa ideya kelyapti. Qanaqa desangiz, shu payg'ambarlar hayoti, bo'lgan voqealar islom tarixida, o'sha keyin sahobalar, tobiinlar, olimlar va ular fikrlari hammasini hayotimda qanaqa bog'lamoqchiman. Bugungi kunda to o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrigacha bog'lash. Mana uzilishlar bor. Birinchidan men uni o'tirib o'qib chiqishimga misol uchun siz o'zingiz o'rganmoqchisiz. Shunaqa. Shuni o'rganib olish uchun tipi individualni osonroq, tushunarli qilib, esda qoladigan qilib bog'lamoqchiman shu tarixni. Shu imенно shu islom tarixi. Hozirgi kunlar misol uchun shu bo'lib o'tgan olimlar, ulamolar, tobiinlar, sahobalar, payg'ambarlar va bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlarini mana qilib tarixni bir o'yin ko'rinishidami, bir videorolik ko'rinishidami, bir
Hamma bilishi uchun testlar ko'rinishidami misol uchun shu aytdi bir bog'lab chiqmoqchi edi. обучение qilish uchun. Ya'ni voqealarni misol uchun Qur'onda yozilgan voqealar bor. Shularni chunki ma'lumot ko'p, ma'lumot bor. Shu hammasi ma'lumotni tashab turib, shuni oson yo'lda bir tushuncha paydo qilish. Siz bir-birisi bilan bog'lab, целый mozg qizach qilib, o'zingiz shuni o'rganib chiqib, yanada mukammalroq bilimlar bilan bo'lmoqchisiz. Shunaqa. Shuni ustida ishlamoqchiman gapni siz. Hozir shuni ustida o'tirib, notebookni ochib, hamma kitoblarni qo'shib va bu kitoblardagi misol men bu tarix bilan misol bir voqea, bir kitobda bir voqea boshlanishi bor. Keyin o'zi bu voqeani boshlanishi, qaysi voqeani tugashi. Ya'ni o'sha yerda uzilishlar bor-da. Endi uni qo'shib chiqish uchun juda ko'p o'qish kerak-da. То есть oddiy islom o'rganayotgan odam kamida bir 5-6 yil maktablar bor-ku, o'rganishiga siz u narsani AI o'qituvchi qilib, shunda oddiy gapda aytadigan bo'lsak, sizga trener qilib qo'ymoqchisiz. Shunaqa. Sizga tushunadigan tilda, sizni qabul qiladigan formatingizda o'rgatish uchun. Ha, shuni farzandlarimga ham misol uchun. Ya'ni har ma'lumotni har yerdan qidirib amlab yurishmaslikda. Super. Qarang, bitta savol, hozir bir nechta savol qiziqarli qolib ketdi. Mana farzandlaringiz tomonlama qanaqa qaraysiz? Ular ham AI o'rganishi kerakmi? Yoki protivmisiz? Потому что yosh bola AI ni bilsa, uyga vazifa qilmasligi mumkin. Bu narsaga qanaqa qaraysiz? Normalniy qarayman bu narsaga, chunki men o'zim o'g'limga ham misol uchun Gemini'da birinchi darsimizda Gemini'ga podpiska qildiruvdingiz. $20 necha yillik. Hozir men ishlatmayman. Lekin har oy podpiska ketyapti, chunki plastik ulangan vizak. Uni men nima qildim? Shuni o'g'limga berdim, tushuntirdim. Hamma narsani qanaqa nima qilinadi. U o'z maktabida biznes boshlaydi. Tezchi men uchun magazinga borib, narsalarni rasmga tushirib, shu rasmlarni sinfdoshlarga ko'rsatib turgan ekan. Keyin men unga mana shu sun'iy intellektda tushirgan rasmni xuddi o'zim yoki o'sha Wildberries'ga o'xshaydigan qilib, обложка продажа, ya'ni mahsulotni obloshkasi bor-ku, masalan, nima mahsulot, necha pul. Xuddi shu qanaqa yasaladigan bo'lsa, bu tushirib kelgan mahsulotni Gemini'da qilib beryapti. Nana bananada qilishni gatdim. Va shundan qilishni boshlab katalog yasadi va sotuvga ta'sir qildi. Va yonga tushuntirdim, mana ko'rdingmi, sun'iy intellekt qanaqa nimani qilib beradi. То есть уже siz o'z tajribangizdan tadbirkorlik ko'nikmalarini unga rivojlantiryapsiz unda. Hozirda. Va video men bunga aytdim, keyin ham bitta narsani video yaratgin dedim. Va har kuni Instagramga qo'y va YouTube'ga qo'y. Multik. Qilishni boshladi, ko'rdim. Boshladi. Mana shu testni ko'rsatamiz. Super. Qarang, demak hozir mana aytyapsiz-ku, AI bo'yicha даже mana shu mukammal joyda trener yaratdim. Demak, bu yog'iga endi обучение, o'qish, faqat o'qish uchun уже kerak emas, networking yo boshqa narsa uchun как бы стоит. Demak, siz уже qandaydir o'qishlarni, boshqalarni как бы boryapsizmi yoki уже to'xtatdingizmi? To'xtatdim desam ham bo'ladi, chunki men ma'lumotni unga berib turib, shuni menga o'rgatdim, bo'ldi. То есть joyida hal qilib ketyapsiz, chem baza yig'ib, keyin qayerdadir ishlatishdan ko'ra. Ya'ni sun'iy intellekt ishlatib tupoy bo'lish emas maqsad. Maqsad undan выжимкani olish. Ya'ni maksimal ma'lumotni toptirish va shu maksimal shu ma'lumotni menga tushuntirib berish. Ben tushungandan keyin albatta menda inson bo'lganim uchun har xil fantaziyalar kelishni boshlaydi. Har xil ideyalar kelishni boshlaydi. Ya'ni kitob o'qisangiz, masalan, qanaqadir fantaziya kitobini o'qisangiz, sizdan fantaziyalar paydo bo'ladi. Masalan, Garri Potter masalan bitta dunyo yaratgan. Qanaqangi nima katta bo'lgan. To'g'riga mana qandaydir to'g'riga yana biznes обучениеga borib yuribsiz. Endi bu sun'iy intellekt bilimlari yuki bilan o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Yaqinda o'zi milliardni nimasiga taklif qilishdi, doktorsiz darsiga. O'sha yerda Alisher akam aytibdi, juda ko'p takrorlabdi. Sun'iy intellekt o'rganinglar, mana ham ishlataman debdi. Endi odamlar savol berib yotdi-da, har xil oddiy savollarni sun'iy intellekt haqida. Keyin o'zim o'tiribman, Tony Starkga o'xshab o'zim his qilibman. Ben bir aylık kursdan keyin Chuqurroq bilasizda. Chunki ular Alisher aka ko'rsatib berayotgan narsa va ular so'rayotgan narsalar birinchi sinf. Keyin yanındagi bolalarga maqtanib, quvvat yeyishib, Alisher akani zapis qilib, ovozini
u gapirgan gaplarni va ma'lumotlarni olib, nimani Excel'larni nimada prezentatsiyalarni olib, hammasini olib man o'zimga tashladim. Qurilishda mana shu narsalardan nimaga foydalansam bo'ladi. O'sha vijimkasini Tekshirasiz yana. ha, sirasi. Kerak emas, kerak emas manga deb. Shunaqa fokuslarni ko'rsatib beryapman bolalarga, ya'ni ovozni eshitib, uni skript qilib, ana yozuvlarni chiqarib tekstlar qilib bergani va Alisher akani boshqa podkastlarini ham sirazi hammasini Google ham gulab. notebook ham gulab, hammasini kombinatsiya qilib, уже biya yaratib ko'rsatib beryapman yondagilarga. Ona ko'rsatdi. Super. O'zi qarang. Asosiy instrumentlar nimalar ishlatyapsiz hozir hayotingizda? Hozir polni nimaga o'tib ketganman, o'sha assistentga Telegramda gaplashadigan bo'ldim. Nomi nima? Jarismisda ham? Yo'q, men Tomas deb qo'yganman. Kichkina farzandimga shunaqa erkalataman. Shu nomini berib qo'ydim. Endi unga ulab qo'ydim hammani. Cloud, Gemini boshqasi nima zadaniya bo'lsa, unga aytyapman. O'zi yasab qilib beryapti. Kerak bo'lsa, notebookimni рабочий stolga shu narsani yaratib, papkaga saqlanib qo'yapti. Yoki Telegramda o'zimga yuklab tashlab beryapti. Sotchi. Qani, boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga yoki frilanserlarga o'zi qaysi ilovalardan boshlashni maslahat berasiz? AI ilovalaridan. Sizga bir ham yordam bergan, samaradorlikni oshirgan. Men o'zimdan shunaqa bo'ldi. Hozir ham bizda kompyuterimda hammasi ustidan chekib tashlaganman. Codex, ChatGPT, Perplexity, keyin Gemini, yana nima bor. Hammasi ustidan kelganman, faqat Cloud Code ishlatyapmiz. Bir xayolim keldi, mana bunaqa narsa ham qilish. Hammasiga podpiska to'lab qo'yib, bir zadaniyani hammasiga berish. Masalan, Tekshirib olish. bitta startap yaratmoqchiman. Bunga ham noldan tizib berib va kodini yozdirib, nima yasab beradi. Masalan, o'sha loyni tashlayman, o'sha objarkanda nimani gazni qo'yaman. Ana yasab bergan ko'zasi qanaqa chiqadi. Bunda qanaqa chiqadi. Keyin qarasam, u dolgi istoriya bo'lib ketyapti, boshini ortib. Hammasini keyin to'shadingizlar. Bitta o'zim Ishlatmayman. Faqat Cloud'ni ishlatyapman. O'sha $100 nimasini olganman. Podpiskasini olib, o'shani o'zini ishlatyapman. U достаточно bo'lib turibdi. U tokenlarni va ishlatishga to'g'risi ulgurmayman. kucham yetmayapti. Vaqt ham yetmayapti to'g'risi. O'tirib shu tabiatdami yoki tinch joyda o'tirib 5 soatlab, 6 soatlab ham ishlagim bor. Ha. Uni men ishlab ham ko'rdim. Ofisda xonamga kirdimda o'zi ofisda o'tirmasdim men Yaratib. monitorni uladimda o'tirib 4 soat 5 soat o'sha app yaratgan paytim shunaqangi o'sha nima dedi lomka tutishni boshladi. Kassalarni ochib ishlashga, shuni ijod qilish, o'rganish, analiz qilish, dальше. Просто buni qil, uni qilmas. Ya'ni nimaga qilinyapti asos? Masalan, orqasi qayerga ulanyapti, misol uchun dizayni qanaqa bo'ladi, shriftlarni misol uchun boshqa bir ideyalar kelib qoldi, boshqa bir narsani ko'raman, undan copy paste qilib, buni mixlashtirish, yasash. Xuddi bir qiziqli kitob o'qigandek bo'ldi. Men student paytimda Krasnoyarskning kitobini uyga shoshib ketardim o'qishga. Kitobini o'qishga kirib ketardim, hayot bo'libdi. Anunchi hozir bunda ham xuddi shunaqa. Shu davrga qaytgandek. Shu his tuyg'u paydo bo'ldi, ya'ni ochib ishlashga. O'sha aytayotganim lomka beryapti. Ya'ni ochib buni qilib ko'ring, buni qilib ko'r. Ba'zida o'tirib o'ylayman, men savolni bermayapman, buni bermayapman, buni berib ko'raman. Buni yasatib ko'raman dedi. Super. То есть сам xudo xohlasa unda siz bilan anaqa Seshenbayev охотаga chiqib, bu yoqda vayb ko'zing qilib o'tirgandek, shular niyatlar bordek. Bor, ideyalar ko'p, ular hammasini realizatsiya qilish, ya'ni o'sha nimaga tushirib, buni o'sha prototipini olish va o'rganmoqchi bo'lgan bilimlarim juda ko'p. Ya'ni men uchun bo'ldimi, endi o'rganmaymanmi degan narsalar endi hammasi attoday. O'sha aytganimni nima narsa bo'lsa, meditsinadagi o'zimni misol uchun o'qib bitirgan biologiyasini, uni qismini Yozuvchisi nimani xohlasan, shuni ochib, o'rganib va shuni tushunib olishga imkoniyat paydo bo'ldi. Xohlagan narsa. Bitta gap bilan aytadigan bo'lsak, AI uchun nima bo'lib qoldi shunda? AI bu men uchun ilm manbai. Ilm manbai. Bundan quduqda suv bor. Stakanga to'ldirib olib, ichasiz. Biladigan bo'ladi shunaqa. Super. Xo'p, oxirgi savol. Mana AIni 2 oydan chuqur kirib ketdingiz. Boshqalarga nima maslahat berardingiz o'z tajribangizdan?
tezroq o'rganish kerak. Boya aytganini onamga o'xshab Yandexni ishlatolmagandek bo'lib qolmaslik kerak. Ya'ni tezroq boshida qiyin bo'ladi, nimani gaplashaman o'zi bu bilan, nima qilish kerak degan bir qo'rquv yoki tushunchami bir paydo bo'ladi. Naborot tezroq kirishib, erkin, uyalmasdan o'sha miyangizdagi ideyalarni, o'sha miyangizdagi xohlab turgan narsalarni tezroq realizatsiya qilib ishni boshlash kerak. Nima terminlar bor edi-ku, никогда не поздно bitta ish qilishga. То есть o'sha yoshda ham sen yaratganda Xuddi shunday, bu ham bir imkoniyat o'sha narsani qilish uchun. Qo'rquv bo'lardi, endi kech, endi ulgurmayman, endi unga bilim kerak, opit kerak, vaqtim yo'q, sharoitim to'g'ri kelmaydi. Hammasini, короче, kres qo'yadim. lekin balki shunaqa bo'lishi ham mumkin. Shu shundan oldin kelgan tajribangiz, naborot bundan ham katta объемda Naborot qancha ko'p tajribang bo'lsa, shunchaki ko'p boost beradi, ya'ni boost bilan nima deydi? Seni u ko'tarib yuboradi. Qancha ko'p o'qigan bo'lsang, qancha ko'p biliming bo'lgan bo'lsa, mana buni ishlatish ish ko'p gap bilan aytganda wow, zo'r qilish kerak, tamam. Super. Sizga katta rahmat. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Men o'ylayman, odamlar o'zlariga foydali ma'lumotlar oldilar, foydali instrumentlarni oldilar. O'z maqsadim bu podkastlar bilan хотя бы bitta instrumentni olib yoki bitta fikrni olib, hayotiga shu narsani qo'llab bo'shasa, hayoti yaxshi tomonga o'zgarishga harakat qildirish. Endi harakat qildira olmaymiz, но стать проводником мир знаний deganda ruschada. Shu narsani qila oldik deb o'ylayman. Albatta. Ana fikrni ko'p aylanyapti hozir internetda, misol uchun sun'iy intellekt bilan odamlar to'poy bo'lib qoladi, boshqa bo'lib qoladi. Men o'ylaymanki, naborot. Misol oddiy shu kinoni oladigan bo'lsak ham, Tony Stark nimani yaratib tashladi? Misol uchun shu kinoda. Endi shu davrga keldik hozir. Возможно ekan, возможно. Ya'ni bitta naborot sizni bilimingizni kuchaytirib yuboradi. Naborot o'sha narsalarni yaratishni osonlashtiradi. Bu yaratgan narsangiz bir boshqa bir narsani o'zgartirib yuboradi. Juda katta narsa o'zgartirib yuboradi. Xuddi internet chiqib, internet ustiga sotsial setlar kelib, nimalarni o'zgartirib yubordi. Misol uchun Instagram, Facebook, Mail, Odnoklassik bir narsa. Yangi bir dunyo paydo bo'lib ketdi. Bu ham hozir shu nimasini topa olmayapti, bitta topsa ketdi ush portlar. Kimdir o'sha narsani qilishi mumkin. Va eng muhimi, mana Stanford yaqinda analitikasini o'qigandim. 66% endi bizneslar hali test jarayonida turibdi va eng qizig'i geografik tomonlama Latin Amerika bilan Amerikada ko'p bizneslar o'sha AI kiritilyapti и Avstraliya bilan Yevropada. Qolgan hamma davlatlar bir darajada hali endi boshlanyapti. Men u gap bilan nima aytmoqchiman? Hozir nafaqat O'zbekistonda siz anaqa imkoniyatingiz bor. No, во всем мире hammasi transformatsiya bo'lib ketyapti. O'zbekistonda turib ham butun dunyoga qandaydir mahsulot yoki yechim yaratib, kattaroq masshtabda ishlarni qilsa bo'ladi demoqchiman. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Agar bizning podkastimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Pastda izohlarda top 3 ta insightingizni yozing va men sizga Cloudga maksimalniy podpiskani sovg'a qilaman. Sizga zo'r imkoniyat. Pastda havola qoldiraman. U havolada men sizlar uchun 5 ta oddiy endi AI bilan tanishmoqchi bo'lgan odamlar uchun 5 ta dars tayyorlab qo'yibman. Bu siz uchun bonus sifatida oxirigacha ko'rganingiz uchun. Katta rahmat. Ko'ringlar va izohlarda o'zlaringizni insightlaringizni yozinglar. Keyingi ikkita podkastdan keyin bizlar eng ko'p like yig'gan kommentariyni tanlaymiz va sizga Cloudni maksimal podpiskasini sovg'a qilamiz. Sog' bo'ling, omad sizga.